Assalomu alaykum hammaga. Kanalimiz a'zolari, mehmonlariga mana biz bo'lsa Toshkentda Begovatga kelganmiz. Bu yerda avtomat liniyani yurg'izdik, ishlarni quyishni boshlaganmiz. Bu yerga bir oycha bo'ldi, zavod ustanovka qilganimizga. Bular sushilka joy sharoit tekinchi ozgina vaqt ketdi. Bular o'zlariga qulay bo'lgan holatda sushilkalarni qilishdi, mana bu holatda mana hamma yoqda qilishib ishlarni quyishni boshladik mana. İşlerimiz chiqyapti, juda ham chiroyli bo'lib. Kimga mana shunaqangi liniyalar qiziqsa bemalol murojaat qilasizlar. Liniyamiz avtomat liniya. 50 tonnali sement silos, katyol suv o'chgan nasos hamma yoq ustanovka bo'lgan. Bu yoqda mana sushilkamizning ichida ishlarimiz chiqib quyilganlar 3 ta quyida ertalabda. Sushilkalarimizning devorlari ham tuflit qilingan hammasi. Bu tomon gaza blok o'zi tayyor. Mana xudo xolasa chiroyli bo'lib, juda ham go'zal bo'lib chiqib turibdi mana ishlarimiz. Kimga mana shunaqa liniyalar qiziq bo'lsa, mana shu ekran tagidagi raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab yurg'izib beriladi xudo xolasa. Bu ko'tarilish jarayonida bir 5 minut, 10 minut bo'ldi quyganimizga chiqyapti. Bunisiga xudo xolasa 1 soatdan o'tdi. Bu yoqda mana avtomat reskalarimiz bor. Gorizontalni, vertikalni avtomat liniya reskalar qo'yib 3 ta liniya qilganmiz. 42 ta qolip bor. 42 ta poddon, 22 tasida bort bor. Karachalarni ham olib kelishgan, poddonlarni ham yoqda olib kelib. Bularda ham ozgincha tushunmovchilik bo'lgan. Shunga kelib hozir servis obsluga qilib beryapmiz. G'ish quyishgani. Yaxshi chiqazolmagan bolalari, ishchilari almashib boshqa bo'lgani uchun to'xtab qolishgan ekan, kelib bugun ertalabda mana yurg'izib hammasini yo'liga qo'yib. Qalay endi brat? Chotki? Çok güzel. Ha. To'rinchi qolipimizni ham quyib, mana xudo xolasa sushilkaga olib keldik. Xudo xolasa anaqa ishlarimiz ko'tarilishni boshladi. Ularimiz ham ko'tarilib chiqyapti mana. 1 santim, 1,5 santim dozi ko'tarilsa yetib chiqadi. Xullas, bu yerdagi muammo qaynash, cho'kish muammolari bo'lgan. Shularni bartaraf qilib, tashlarni quyib chiqarib. Hakimjon aka qanday? Zo'rmi? Yaxshi, xudo xolasa. Tomonmas. Chiqyapti. Только загнали. Mало? Сейчас Только загнали. Endi ko'tariladi-da. Xudo xolasa tomonmas, aslida tomonmas. 450 пока va ikkita qolipimiz yaxshi ko'tarildi. Uchinchisi ham hozir o'zin darajasiga ko'tariladi. Уже вообще кругом. Вот еще, вот что говорит Шкурнов. Общий замес есть, масса. Где-то массу надо однородный делать. Вот нашел, да? Однородный. Bir xil. Ana olsa massa bir xil. Nima deydi? Sostav deydi. Bir xil suyuqlikka однородный масса. Вот уже aytyaplarki, однородный масса bo'lishi kerak. 5, не менее 5 минут надо мешать его, чтобы где-то натрий сульфат растворилось и каусис сода растворилась, erisin deyaptilar, erisin. Xudo xolasa mana 5 ta, 10 ta qo'yamizmi, 15 ta qo'yamizmi, xudo xolasa yomon emas. Shu hamma bergan Shukurlarning maslahatlariga rioya qilamiz, xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Qalay, yaxshimi Asliddin aka? Zo'r. Yoqdimi? Chotki. Asliddin akamning o'zining alyumin sexlari bor, bu yerda sim ishlab chiqarishadi. Ular ham o'zi ancha stajlari katta, mutaxassisliklari yetarli sim ishlab chiqarish bilan shug'ullanar ekan. Hozir endi biz yo'g'imizda bularga qanchadir yordam qilishgan boshqa bo'lgan. Xudo xolasa yaxshi mana. Kan virus to'qolon.